Hammaga assalomu alaykum. Barchangizga kuningiz xayrli bo'lsin. Avvalambor bugungi juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Hammangiz charchamasdan ro'zalar tutyapsizlarmi? Allohim hammani nimaiki niyat qilib tutayotgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Ro'zalaringiz Alloh o'zi qabul qilsin. Men esa har doimgi ishlarim sizlar bilan birgalikda boshlab olaman. Ya'ni boshlab olganman, nonlarimni yopib bo'ldim. Ko'rib turganingizdek, bizda bahoriy kayfiyat, ob-havolar isib, bizda ham qorlar erib. Xullas, bahorni nafasi kelib turibdi tashqarida. Tandirga yopilgan nonimni 2 zola olib qolgandim. Ushbu xamirimizdan yog'li, piyozlik, ko'katli non yopib olaman sizlar bilan birgalikda. Xamirimiz drajovoy, shu novoy nonlarni xamiridan qilib olyapman. Mana ko'rib turganingizdek, piyoz solganman. Bu yerda zelin, ko'katni xohlaganingizdan solsangiz bo'ladi. Men bu yerda kinza ishlatyapman va uy saryog'idan sovurganman. Mazali chiqadi, juda ham. Iftorga juda ham yumshoqqina mazali non bo'ladi. Mana piyozli, ko'katli, yog'li qiymamizni solib, mana shunaqa qilib o'rab olamiz. Keyin shunday qilib 1 soatga deyman, 20 minutga dam olishga qo'yib qo'yaman. Keyin ikkinchisini ham shunaqa qilib tayyorlab qolaman. Mana shunaqa qilib zvola chaqib qo'yaman. Tayyor bo'lgan zvolalarimni 20 minutga dam olishga qo'yib qo'yaman va bu orada boshqa pishiriqlarimni pishirib olaman. Bu yerda kurnilarim tayyor bo'ldi. Har doim pishiriqlarimni birini orqasidan birini tayyorlashga harakat qilaman, chunki uzbet qilib qolishim kerak. Shunda ishim unumli bo'ladi. Va tezda men ishimga o'zi tezlik kerak. Bu orada oshim ham tayyor bo'ldi. Oshim esa tovuq go'shtidan tayyorladim, chunki kecha zakaz bo'lgan edi. Zakoznoy osh. Tovuq go'shtidan qilmayman o'zi. Mol go'shtiga tayyorlardim. Kecha zakaz bo'lgandi, 4 porsiya zakaz bo'lgandi. Endi men 4 porsiya uchun ovora bo'lmasdan ko'proq tayyorlab qo'ydim. Tovuq go'shtiga bo'lgan oshni ham yoqtiradiganlar bor, ko'p so'rab qolishadi. Menimcha sotilib ketadi deb ko'proq tayyorlab qo'ydim. Tovuq go'shtiga ham juda ham mazali bo'ladi. Bu yaxshi ko'rganlar uchun. Dietический osh bo'ladi menimcha. Yana bilmadim. Mana ko'rinishi juda ham mazali. Boyagi nonlarimizni yasab olaman endi. Yupqa qilib yoyib olaman. Hamma biladi-yu, hozir hamma qilyapti. Men bundan ko'rib yegim kelib tayyorlayapman. Iftorga juda ham yumshoqqina bo'ladi. O'zi aslida tandirga tayyorlardim. Bu yerda sariyog' borligi uchun tandirga oqib ketadimi deb qo'rqdim. Duxovkaga tayyorlayapman hozir. Tuxum surtib, kunjut sochib qo'yib qo'yaman pishguncha duxovkaga. Nonlarim pishib tayyor bo'lguncha men sizlarga
kichkinaligimdagi orzularim haqida gapirib bermoqchiman. Albatta hammaga qiziq bo'lsa. Yoshligimiz judayam shodon, baxtli bolalikka to'la bo'lmagan. Lekin men bu haqida gaplashmoqchi emasman bugun. Bugun faqatgina o'zimni orzularim haqida gaplashmoqchiman. Yoshligimda kichkinagina tetradlar ochib olardim. U tetradga qizlarning rasmini chizib, modellarning rasmini chizib, o'sha qizlarga qarab nima qilardim? Ko'ylaklar tikardim. Ya'ni bu dizaynerlikka qiziqish bo'lgan menda. U ko'ylaklarni shunchalik qiziqib berilib ketganimdan enam rahmatlini, ya'ni buvijonim rahmatlini kiyimlari qolmasdi mening dastimdan, chunki ularni ko'ylaklari material bo'lmasdi, topolmaganimdan enam ko'ylaklari ko'p deb, buvijonimning ko'ylaklari ko'p deb shart yaqalari bo'lardi. Oldingilarni ko'ylaklarida o'sha yoqalarni olib tashlardim, yengilarini kalta qilardim. Etak qismiga badbaroqlar qilib ko'ylak tikib olardim. Bir kuni xuddi shunaqa qilib ko'ylak tikib oldim. Eng chiroyli ko'ylagi bor edi. Endi kichkina bo'lganman, aqlim yetmaganmi yo kiyib bir yoqqa chiqar degan o'y bo'lmaganda shart buzib o'zimga ko'ylak tikib olganman. Va o'sha kuni buvim rahmatli qayergadir xuddi o'sha ko'ylagida bir yoqqa bormoqchi bo'lgan va u so'rayapti, qayta aynan o'sha ko'ylagini so'rayapti. Sinimdan ham so'raydi, mendan ham so'raydi. Hatto sinim biladi nima qilganimni. Va bunga oxiri olib chiqqanman u ko'ylakni. Qarang, rosa chiroyli qilib tikib oldim o'zimga deganimda, shunaqa savalab ketgandi. Seni dastingdan men ko'ylaklarim qolmadi deb Alloh rahmat qilsin. Agar hozir tirik bo'lganda ko'ylaklarga ko'mib tashlagan bo'lardim. O'sha paytlar endi shunaqa savaganki, jonim og'riganidan rosa yig'laganman. Nimaga meni urishib hamma deb. Shunda dadamni eng katta akasi O'zbekistonni Andijonni Paxtaobod tumani Yoqubov ko'chasida yashardi. Hozir ham o'sha yerda yashashadi, lekin u amakim rahmatli bo'lib ketdi. Farzandlari, ayoli bor. Shu videolarim tushib qolishini rosa xohlardim eshitishlarini. Ularga borib ham joy yurmaganmiz. Uchalamiz olib ketgan, akamni, meni, sinimni olib ketgan. 1-2 oy yurgan bo'lsak kerak. O'sha yerda ham o'sha Lilfor opam 2 o'g'il, 1 qizlar bor. Ular voyaga yetganda biz hali kichkina edik. 9 yashar, 7 yashar, 6 yashar bo'lib uchalamiz borganmiz. O'sha yerda ham qarasam hech material topa olmayman. Bir nimalar tikkim kelyapti. Ularda chak mashina bor. Chak mashinaga chaklab bir nimalarni nima topsam chaklab tikyapman. Ular hammasi o'qishda, ishda bo'lardi. Uchalamiz qolardik. Va o'sha yerda bir qizil yubka topib olib, haligi yubkani o'zimga lap-lap qilib ko'ylak tikib olganman. Keyin u Lilfor opam kelgan o'qishdan kelib o'sha yubkasini so'rab boshladi. Birinchi izladi, topolmadi. Keyin mendan so'radi, keyin sinimdan, akamdan so'radi. Yo'q, ko'rmadik bo'lyapti oxiri. Shunaqa men tikkan bo'lib chiqib, u yerda ham kalta ekanman. Hozir kulib eslayapman, u paytda rosa yig'laganman. Shunaqa qilib keyin orzular ham so'nib ketgan. Shuning uchun ota-onalardan so'rab qolardim, hech qachon farzandingizni orzularini so'ndirmang. Katta bo'lganimdan keyin o'sha hamma narsa esimdan chiqib ketdi. Hozir shima tikkim ham kelmaydi. Sabrim ham yetmaydi. Shunaqa kulgili holatlar bo'lgan. Endi esa iftorga salat tayyorlayapman. Salat uchun 2 dona bodring, shunaqa to'rtburchak turib olyapman. Keyin boya magazindan olib chiqqan tovuq go'shtini ham qo'g'irib, shunaqa qilib maydalab oldim. Qo'g'irgan joyim videoga tushmay qolibdi. Uzr so'rab qolaman.
Keyin markovcha salat ishlatdim. Bu yerda markovniy anaqa sabzili salat. Xohlasangiz svejiy sabzini qirg'ichdan chiqarib olsangiz bo'ladi. Keyin lo'ya, qizil lo'ya ishlatyapman. Xohlasangiz uyni oq lo'yasidan ham qilsa bo'ladi. Men shunaqa qilib ham tayyorlab ko'rganman, juda ham mazali bo'ladi. Keyin esa zelenimizni solamiz. Kinza ishlatdim bu yerda. Hamma xohlagan ko'katlardan foydalansa bo'ladi. Shu 4 xil narsani turg'ab shiringina salat tayyorlab qo'yaman. Mayonez bilan zapravka qilib qo'yaman. Dasturxonga xohlagandek qilib tortsangiz bo'ladi. Men ham o'zimning fantaziyam bilan chiroyli qilib bezatib oldim. Juda ham mazali salat bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Ham kam xarj bo'ladi. Tovuq go'shtini o'rniga tuxum ishlatsa ham bo'ladi. Keyin esa o'tgangi safar bir video chiqargandim. Prosmotr bo'lmaganligi uchun o'sha videoni shu videoga qo'shib yubordim. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin deb qolaman. Hammaga rahmat. Hozircha. Hammaga assalomu alaykum. Hammangizga kuningiz xayrli bo'lsin. Bugungi vlogim boshqa vloglardan ko'ra boshqacharoq bo'ladi, chunki biz Ufa shahridan Yekaterinburg shahriga bo'lgan sayohatimni videoga tortib olganman va ushbu videoni sizlarga ham taqdimot qildim. Yekaterinburg shahrida bizni Qirg'izistonning posolstvosi bor. Posolstvoda ishimiz bor edi, turmush o'rtog'imga kelamiz. Kechki payt iftordan keyin jo'nab ketdik. Ertasi kuni iftorga yetib kelib qoldik. Lekin azizlar, yo'l azobi, gul azobi deb bekorga aytishmas ekan. Yo'lda ketayotib mashinamiz bir necha marta buzildi. Ya'ni balonida yel chiqaverib, shunaqa yellab ketdik. Shinamontajga yetib borgunimizcha juda ham qiynalchiliklar bo'ldi o'ziga yarasha. Lekin bu qiynalchiliklar oldida mana bu go'zalliklar bilmadim. Juda ham bir boshqacha go'zallik. Yekaterinburgni o'rmonlari juda ham bir boshqacha chiroyli ekan. Oldinlari borardim, lekin hech ham yo'llarga e'tibor qilmasdim ekanman, chunki yozda borardim, qishda hech ham bormagandim. U yoqda hali ham qish davom etyapti, juda ham bir boshqacha chiroyli. Endi bu go'zallikni telefonda baribir yetkazib bera olmayman. Buni ko'z bilan ko'rish kerak. Juda bir boshqacha taassurotlar bilan qaytdim va u yoqdan o'rmonlardan o'tib o'sha shaharga kirib ketyapmiz. Yekaterinburgga yetib keldik. Yekaterinburgni o'rmonlari chiroyli desam, shahari ham o'zgacha bir chiroyli, o'ziga yarasha chiroyli ekan. Men albatta hamma joyini aylanib videoga torta olmadim. Shu o'zimizning manzilimiz bo'yicha borib, o'sha manzil bilan qaytdik. Shu orada yo'l yo'lakay chiroyli joylarini videoga tortib ketdim, albatta sizlar uchun. Oldinlari Yekaterinburgdan Qirg'izistonga uchish uchun ko'p borardik, lekin shaharni hech qachon aylanmagan ekanmiz. Shu aeroportga ko'p borganmiz. Chunki oldinlari Ufadan reys bo'lmasdi. Yekaterinburgdan O'shga uchardik. Ob-havosi Ufaga qaraganda juda ham sovuq ekan. Bilmadim, balki menga shunaqa tuyuldimi. Ufada yomg'ir, kun chiqib, kuniga qorlar erib ketdi. Yekaterinburgda esa hali ham qish davom etyapti. Lekin bilmadim, mesnilar balki ularga uchun ham bahoriy havodir, balki bu havo biz uchun sovuqroq tuyuldi. Keyin esa manzilimizga ham yetib keldik, ya'ni posolstvomizga yetib keldik. Bu yerdan juda ham ishimiz tezda bitdi. Bordik, bitirib ortimizga qaytdik.
va boyagi manzarani tortilmagan joylarini yana boshqatdan tortib ketdim. Bu video sayohatni yaxshi ko'radiganlar uchun albatta. Shunaqa qilib uyga qaytdik. Shunaqa qilib endi Bashkiriyaga kirib kelyapmiz. Jasmindan o'tyapmiz mana. Keyin Utesdan o'tyapmiz. Shunaqa qilib keyin Yong'ontog'dan o'tdik. Ko'mirtog' degan shunaqa joylardan o'tdik. Xullas, Yekaterinburg o'rmonlari bilan chiroyli bo'lsa, Bashqurtiston tog'lari bilan chiroyli ekan. Bu yerda xuddi men o'zimni xuddi O'shda ketayotgandek tasavvur qildim. Aytib o'tgandek, telefon baribir bu go'zallikni yetkiza olmaydi. Buning uchun albatta o'zi inson ko'rish kerak. Juda ham bir boshqacha chiroyli joylar, hammasi chiroyli. O'ziga yarasha chiroyli. Keyin nomlari ham juda ham qirg'izcha nomlarga o'xshab ketadi. Agar mana videoga e'tibor bergan bo'lsangiz, Bo'zuy ko'rdik. Qirg'izchada Bo'zuy deydi, o'rischada yurta deydi, o'zbekchada nima? Kommentariyaga yozib yuboringlar, uzr bilmas ekanman. Otov dermi degan, agar adashmasam. Xullas, shunaqani xuddi shishadan qurib qo'yishgan, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Shunaqa qilib mana yo'lda ketishda davom etyapmiz. Hamma joy chiroyli joylari yana oldinda edi. Videoga tortib ketayotganda telefonimning zaryadi tugadi. Shu bilan videoim ham tugadi, telefonimning zaryadi ham tugadi. O'zim ham charchadim. Va shu yerda videomni yakunlayman. Barchangiz Allohga omonat bo'ling. Videom yoqqan bo'lsa, bir dona like bosishni esingizdan chiqarmang.